Yuzga akne tosh sabablari. Maydiva sizlar bilan akne map haqida gaplashamiz. Вот, aynan shu narsa haqida. Video boshlanishidan oldin обязательно menga подписка bo'lib qo'yinglar. Yuzda aynan sochi atrofida akne tosh sababi. Bolalar ham qizlar ham sochini yuvayotgan paytda ozgincha mayda shampunlar qolib ketishi mumkin, yaxshi chaymaslik oqibatda. Aynan shu narsa akne chaqiradi. Yokida ba'zi qizlar bor, aynan shu joyini depilatsiya bilan olib tashlaydi, undan keyin toshdan akne chiqadi. Waxing is not good for your skin, girl. Keyingisi bu peshana, aynan shu pushti bilan qilingan zona. Internetdan topgan ma'lumotlarim bo'yicha aytaman: stress, kam uyqu, sifatsiz kosmetika ishlatish oqibati va dieta qilmaslik. Yuzda aynan shu va shu joyga chiqadigan aknelar. Sizlar hozir hayron bo'lishlar mumkin, lekin yostig'inglarda kiri va yuzingizga tegadigan bo'lsa, aynan shu joyda akne chiqadi. Yo bo'lmasam sizlar telefonda gaplashib ketganlarda telefonlar chang bo'ladigan bo'lsa, shu yuzingizga tegadi-da, kun bo'yi o'sha chang yuzingizda turadi va kechqurun yuvib tashlamasanglar, конечно, ulardan akne chiqadi. Yana juda ham ko'p qizlarni ko'rganman, makiyaj qiladigan kislalarni yuvmaydi, aynan shu orqasidan ham aknelar chiqadi. Aynan shu yashil bilan belgilangan zona. Meni ham xuddi shu joyimda aknelarim bor. Yuzda aynan shu joyga chiqadigan ugundilar ovqat hazm bo'lmasligi, yerli narsalar yeyish, yaxshi dieta qilmaslik yoki yetarlicha suv ichmaslikdan oqibatdan kelib chiqadi. Yuzda xohlagan joyga akne chiqishi mumkin, qachonki makiyajdan yuvmasdan uxlasanglar. Oxirgisi bo'sh siyoh rang bilan belgilangan aynan shu jag qismi. Ha, menda ikkinchi akne bor joy, bu aynan jag qismi. Gormonal o'zgarishlar, bularni sizlar boshqara olmaysizlar. Vaqti kelib yo'qolib ketadi, ungacha qiynamaslik kerak, siqib tashlamaslik kerak. Va dieta buzilishi. Dieta buzilishi bilan prям sho'g'inglarga katta aknelar to'sha boshlaydi. Bu haqida hali hech kim gapirganini ko'rmadim. Если что, подписаны bo'lib qo'yinglar. Juda ham xursand bo'laman. Akne map rasmini aynan shu yerdagi Telegram kanalida tashlab qo'yaman. Va Instagram aynan shu joydagi. Если что, qo'shilib olsanglar bo'ladi. Aynan shu joydagi подпискам 32 mingta bo'lishi uchun obuna bo'linglar.